Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Vaka ve mülahize programımızın 15. saatini görüşünlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Kadirli görünmelerimiz hemmelah məlum boğandak biz bu programımızda gün tertipteki en kızlık noktalarını vatanımızga ait muhim temalar her kıtım şunda bir iş yüz bergen vaqtida şu işninki mutaxassislarını taklif kılıp mülahize şekilde huzuruna sunup kelyapmiz. Bugün şunun cümlesinden biz tünügün e'lanımızda bergendek bütün dünyanın gün tertibida bo'lgan albatta biz Uyg'ur xalqi, Sharq Turkiston xalqining gün tertibida yaqindan kuzatishida bo'layotgan masalalarni paranlashish uchun üç aziz mehmonim mutaxassislarni taklif qildik. Qimmatli vaqtingizni chiqarib ko'rib berishinglar uchun ko'rishinglarni qarshi olamiz. Aldı bilan men mehmonlarimni bir qarshi olsam, bugünkü mehmonlarimiz Ankara Hacettepe Üniversitesi Tarix Fakültesi o'qituvchisi, shunaqla strategiya mutaxassisi, shunaqla Uyg'ur tadqiqot instituti raisi doktor Erkin Akram apandim Ankara'dan qatnashdi. Shunaqla Yaponiya Kagoshima Xalqaro Üniversitesi Xalqaro madaniyatlar kasbi o'qituvchisi doktor Haji Qutlug' Qodiriy apandim Çanakkale'dan qatnashyapti. Shundaqla 15 noyabr Siprus Üniversitesi Uçur Aloqa Fakültesi o'qituvchisi doktor Shavkat Nasir apandim İstanbul'dan üç aziz mehmonimni programmaga aziz qimmatli vaqtini chiqarib qatnashib berganligi uchun oldindan ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz naq maydondan taqdim o'tadi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerlar orqali programmamizga aloqador fikr taklif, savollaringiz bo'lsa, yo'llashinglarni umid qilamiz. Shunaqla programmaga aloqador programni ko'plagan qarindoshlarimizni ko'rish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmanglar. Albatta biz bugun soatdan 6 da boshlamoqchi edik. Oldi bilan biroz kechikib qoldik ba'zi masalalar sababidan. Bundan kechirim so'raymiz. Bugungi temamizni qadrli ko'ruvchilarimiz Wang Yining Turkiya ziyaratining orqa ko'rinishi deb bu temani qo'ydik. Albatta 25 mart Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Turkiyaga kelmoqchi. Bu temaga kirishdan burun albatta bugungi temamizning asosli temamiz bu bo'ldi. Ammo dunyo kun tartibining birinchi kun tartibida bo'lgan butun xalqaro bo'lib Bayden hukumati vazifaga o'ltirgandan keyin davlat sirtiga elib borgan tunji chet ellik Wang Yi bilan shu Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi andan keyin Yang Jiechi Kommunist partiyasiningki mas'ullaridan bunun bilan tunji qatim ko'rishishi nihoyatda xalqaro g'ulg'ul qo'zg'adi. Alyaskada elib berilgan bu ko'rishish. Bu yerda albatta Xitoy nurg'unlagan so'zlari xuddi Amerikaning ustiga chiqqan bir shaklda hammamizning diqqatini tortdi. U filmlarni orqali xabarlarda bizmi albatta shu kuni xabarimizni berdik 18-19 mart kunlari elib berilgan bu uchrashishda. Albatta bu kun tartibidagi masalani shu vaqtning o'zida asli suhbat qilmoqchi edik, lekin doktorlarimizninki vaqti chiqib bo'lmay bugunga qoldi, lekin hali ham kun tartibidan tushmagan bir tema bo'lganligi uchun oldi bilan biz shu Xitoyninki Alyaskada elib berilgan Amerika-Xitoy uchrashishininki haqida mutaxassislarimizni oldi bilan doktor Erkin Akramdan bir umumiy shaklda bu ziyoratda elib berilgan dialog haqiqatan nihoyatda bir-biri bilan talishib keskin bir munozara shaklda elib berildi. Hammasini to'xtalib bo'lmaymiz. Mushu uchrashish haqidagi ko'z qarashini bir elib programmaga kirsak, doktor Erkin Akram, siz mushu ziyoratni albatta kuzatdingiz. Bu yerda ishlatilgan tillar Xitoyninki nihoyatda qattiq so'zlarni qilib shilting etishlari, bu manzirni ko'rgandan keyin siz nimalarni o'yladingiz? Bu haqdagi fikringizni bir qilsa qildingiz. Hoş, evvel deyilgendek iki devletin arasında bulunma şu mutluluğa bağ vaxtideki işlerinde birbirine naite Çin yapılıp tenkit kılıştı başladı. Aslında Amerika tarafı tenkit kılgan sözlerini başladı depo olan. Üç gün evvel bunu bilettik ama Xitay nimdeydiganlarını bilmedik ama şundak olsun Xitayma eşede özünün gibine devaldı. Yani dünyanın birinci ve ikinci iktisadi güçünün arasındaki bir cidalini kögen buldu. Her iki taraf olsun, bulup mu Xitay taraf olsun,
bazı gaplarni mavu ko'chadagi deydigan gaplar, ya'ni diplomatlarning deydigan gaplar emas, ko'chadagi bir odamning deydigan gaplari bilan javob berishi bumi insonlarni hayron qolg'izib qo'ydi. Buningki sababi hamda Xitoy amaldorlar o'zininki ichki jamiyatga bir uchuv berishiningki sebebi deb o'yladim. Ikkinchisi mavu yaqinqi zamonda Xi Jinping'ninki, ya'ni Xitoy raisi Xi Jinping'ning dunyoga bunda tuz qaraydigan bo'ldik, bunda yuqur qarab qilmaydigan bo'ldik deb va dunyoga bu insonlikninki taqdir bilan munosabatlik jamiyat quramiz degandek shunday bir ya'ni dunyoga biz yo'l ko'rsatamiz, biz aql ko'rsatamiz, biz plan beramiz ve Xitoy aqli bilan Xitoy tajribasi dunyoga foydali va dunyo bizga ehtiyoji bor degan gapga qarta, ya'ni Xi Jinping'da xo'sh qilgan bir gapda bo'lishi mumkin. Chunki bu 2 kunda 3 qatim yig'in bo'ldi. Ikkinchi va uchinchi yig'inda hamda yirik yig'in bo'lgandan keyin nim bo'ldi, nim bo'lmadi aniq bilmasakmi, ammo ikki davlatning orasidagi munosabatlar haqida ve rayon meselesi hakkında ve Şarkı Türkistan, Hong Kong, Tayvan meselesinden şu internet xavfsizligicha hammasini sözleşti deb o'ylaymiz. Ama bu ikinci ve üçüncü yıl nimada ko'rishishda bence bularga jid urushda agar da urush bo'lgan bo'lsa, ikinci ve üçüncü yig'inni ichlamadi. Ondan keyin Xitoymi biroz noroziliğini boshqa jihatdan ko'rsatdi. Misolga bir Azan otelga yotqizganligini. O otel hem de aşı rayonundaki en yaxshi otel, yani Hilton oteli. Ama en yaxshi yataklar 150-170 dolar etrafındaki. Ama Xitoy bununla razı bo'lmadi. Ondan keyin o chaqirgan kishi cho'qim mehmonlarga bir nima deymiz, ziyofat berish lozim. Buni mi qilmabdi? Birga tomoqni yemabdi. Şunun Xitoy bununla bir narazılığı var. Ulanıma dedi. Dünyaya bunda bir uçurunu birişte tırıştı ama Xitoy'nın ki yanı bir meselede şu dünyada Xitoy'ni kollaydıgan bazı devletlerin uçur bergen buldu. Biz Amerika'ya meydan okuyalayımız. Hakarsın bilval üzerine. Ya ki dostlar kırar benim yanımda yer al ve müştak tur. Misalda Türkiye'ye mi bu uçur verildendi. Amerika'ya biz bakıralayımız, biz edilini biralayımız da bu uçuruma bergen buldu. Şununla bu dakika yığında bir deklarasyon deyimiz, yani bir ortak bir muhbirlığı birdiğen ya ki matbuatlar birdiğen bir ortak bir girişim mi ilan kılınmadı. Yani şunda adli bir görüşüş olup kaldı. Şununla bu sırtın qaraydigan bo'lsak, bu yığın netice ilingan yığın emas. Ular uruşidiganlar ve qaysi timda uruşidiganligini hammadan bilib bo'lgan bir ahvol. Yolg'izlar ko'ringan qismini desak, Xitoy taraf bir show, yani bir oyun o'ynab berdi deb tushunman. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Shavkatga shu so'zlarga sizning qo'shilgan fikrlariniz var. Hakikaten Erkin Gam'ın ahırkı sözünü aslında bular deyişken vaqtida başta 2 minutdan bir gap qilishib, uning kendiga kirishgan bo'libdi ekan. Blinken gapib bo'lgandan keyin Xitoy birla boshlab 18 minutgacha to'xtatmay u yerda leksiya so'zlagandan keyin so'zlab bo'lgandan keyin bu yer leksiya so'zlaydigan ya emas deb Blinken men boshdan oxir ko'rdim bu suhbat jarayonini. Blinken biroz gap qilib olgan bo'ldi. Sen bu yerda gapning poshkalasini qilishing kerak edi aslida. Siz umumiy jihatdan shu nimaga uchrashishga qanday qaraysiz? Nimalarni his qildingiz? Xitoy qo'yib oldi desak bu dunyoda. Hamda bu yerda aslida normalda yarim soatni ketmaydigan 20 minut atrofida har ikki tarafniki o'zining fikrini bayon qilganiga bular boshda deyishdi ekan. Yani her biri söz her birisi 2 minutda 2 minutdan söz kerak ekan. İkide bu ikki Xitoy rahbarininki söz qilishi, undan keyin tarjimonninki terjima qilishi bilan birga
90 minut, yani 1,5 saatgacha bu sohbet devam kılgan gibi. Bu yerda Xitoy boshliqlarida bo'lib Yang degan bir gapi bor. Biz Xitoy xalqi bu o'yinlarga kelmaymiz. Bu o'yinlarni ko'rdik. Biz qo'shiqmizdik. Bundaq gaplarni bizni qo'rqitmaydi degandek Uyg'urcha tarjima qilganimizda. Mushlar gaplarni qildi. Biz sizlardan az tatdiqmi? Biz Avropalılardan az əziyyət gördükmü degəndək bu gaplarni hammini mushu muxbirlarninki bo'layotgan sorunning o'zida Amerika Tashqi ishlar ministriga buni ochiq oshkora shu yerda nihoyatda yuqori ovoz bilan so'zladi. Endi bu Abay Erkin muallim deb o'tib ketdi. Bu Xitoy rahbarlarininki xalqaradan bekrek o'zininki davlat ichidagi xalqiga bo'lgan bir tashviqoti. Qaranglar, biz Amerikada mı qo'rqmaymiz, dunyoda mı qo'rqmaymiz, bularni oldiga o'tib biz hisob so'radik degan bir hukmni, bir uchurni bermoqchi. Bu propagandada, bu tashviqotda g'alaba qildimi degan chog'da g'alaba qildi. Chunki ertesi kunlar şu Yang Jiechi'nin diyen iki yıl gibi yani biz bu oyunu bu oyunu biz köydük ya mesela biz de bozak kılamayız da diyen mana keldiren bu sözünü cümleni tişörtlerge telefonnunki nimelerge kapaklarga onundaki her yere besip nayeti çoğun bir ticaret aylanıp gitti. Yani Xitoy xalqi hozir o'zininki kompartiya Amerika bilan dialogda o'tgan kompartiya boshliqlarininki Xitoy davlatini temsil qilib yoki bo'lmasa ularga vakolatan ularning oldida tik turganligi to'g'riliq bir tashviqotni yeyishga muvaffaq bo'ldi. Ammo uni parda arkasida bo'ldi. Ishlar qolgandan keyin ba'zi bir chet eldagi bo'lib Amerikadagi mushu Xitoy Amerika mushu munosabatlarida to'g'riliq muloyiza ba'zi bir muloyizachilar mundaq deb qaraydi. Ishlar taqalgandan keyin bu ish taqalgandan keyin muxbirlar chiqib ketgandan keyin bek yuvashlab ketganligi faqatla shu yerda ikki talabni o'ttirib qo'yganligini so'zlab turyapti. Birisi bo'lsa nimali bo'lsin Xitoyda kompartiyaninki rahbarlik tuzumiga qat'iy chiqilmanglar. İkincisi bo'lsa Biden bilan Xi Jinping'ninki birlikte görüşünü qo'lga keltirish, ya'ni Amerikaga berib, Amerikada ko'rishni qo'lga keltirish. Bu ikki tarafda o'tirib qo'yganligi shu chet eldagi ba'zi mutaxassislar tomonidan hozir oshkorlandi bu. Endi bu yerda nima chiqadi degan chog'da, bu yerdan Sharq Turkiston, Hong Kong ve Tibet meselesini biz oturup sözleşsek bo'ladi. Bu diyalogga ochiq. Lekin Kompartiyanın rehberlik tüzümü ve rehberlik sistemisiga qat'iy bunga yaqin kelmanglar, çünkü bu bizning qizil sizig'imiz degandek bir talabni o'ttirib qo'yganligi ba'zi muloyizachilar tomonidan hozir oshkorlandi. Xo'sh. Haqiqatan deganingizdek Xitoy ishqi bu ziyoratdan keyin o'zininki shu shov yapqanligidan ham o'zini ko'rsatib, xalqining oldidami ben başında şiltin atalayman degandan ait keng tashviq qildi. Xitoyning axborotiga qarasaqlam, o'zining mayli chet elga qaratan axborotida bo'lsin, yoki ichki axborotida bo'lsin, o'zining qattiq zodi bilgan dunyoning eng cho'ng xo'jisi bo'lganligini har qanday odamning oldida gap qila oladigan holatga keldim deb xalqini texmbek xalqining oldida Komünist Partisi biraz po'atadigan bir fursat bildi buni. Ham deb bütün axborotlarda buni ko'ryapmiz. Qutlug'ga hamda sizdan biz bu ziyoratning 2 kun burun 16 Martga qaytaylik. Bu ziyoratdan burun, Vanyi bilan ko'rishishdan burun
Blinken ve Devlet Müdafiə Ministri Lloyd Austin Yaponiya ve Janubiy Koreya ziyaretlerini püttürüp onun kendini görüşlerdi. Hem bu görüşte bir yerden ait akbaratqa bergen sözlerdi mi birleşip durup Xitayga qarşı çıkılganlığını bir yerde bizning meselelerimizni tilga eylandi. Bunu siz qandaq o'qiysiz? Siz qandaq qaradingiz buni? Yaponiyada qandaq inkas bildirildi bununla? Sizdan anlap baxsaqmı şu haqda? Yaponiyada Amerika Tashqi ishlar ministrligininki Yaponiya va Koreyada birdan bir masala. Yaponiyaning Senkakral meselesi, Tayvan meselesining taqassasi yuzasidan Amerika Tashqi ishlar ministrligi Koreya ve Yaponiyada ziyaretde verildi. Bu ularninki yani bu Biden hükümetinden taqqi chiqqandan keyin Yaponiya ve Koreyada elib baragan o'rtaq hamkorlik to'g'risidagi kelishimlarni qayta uyushtirish ve bunu mangulik davom ettirish masalasida Tayvan ve Yaponiyaning aralıq meselesinin gündüzünge ciddileşiyotgan siyasi meseleler yürütülüp ziyaret var. Avaz ketip kaldı mı? Ya avaz bundan çıkıp Yaponiya yani Amerika'nınki mengulik ülkeleri şu Amerika'nınki Okinawa ve şundaklı Cenevre asker bazıları var. Bazılarını qayta güçlendiriş. Şundaklı rayonun muqamlığını saqlaş. Xitayninki bu rayon emçilik edip beriyotganlık hareketlerini Trump zamanındaki siyasetini qayta şu icra qilish ve yıllardaki Xitayning ta'sir mudofiyalanish meseleleri haqida söhbetlerini edip badi. Bu yani Amerika Tashqi ishlar ministri bu xildagi söhbetlenişi yani bu bir tasaddi dünya ve bir yenilik deb qaralmaydi. Çünkü Amerika'da hakim almışdan keyin Amerika Tashqi ishlar ministrlarining o'zlarining ittifoqdoshlari bilan hamkorlik bo'lishi ve ishi deb qaralmoq bir ahvol. Keyingi Xitoyninki yani 18 Mart'ta o'tkazilgan suhbatdan keyin Yaponiyaninki yani Amerika bilan bo'lgan munosabati va Xitoy masalalaridagi Yaponiyada elib berilgan atmosfera ilgirki qaraganda o'zgardi deb aytishga bo'ladi. Chunki bu yerki 18 Mart'dagi suhbat diqqat qaraydigan bo'lsak 18 Mart'dagi suhbatdagi biz qisqagina suhbat tashqi ishlar qo'ygan o'tirib qo'ygan masala bu masala tunji savollar Xitoyninki milliy manfaatiga taqishadigan tuprak meselesiga taqishadigan Allah bo'lganligi uchun Xitoy tarafdan o'g'isini aytib o'tirdi. Bu masalada normal diplomatiya qoidasi bo'yicha Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi javob berish kerak. Amerika Tashqi ishlar ministrligining so'zlariga Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Wang Yi javob berish kerak. Çinning bu yer aldirab o'tirg'i sakrab tantaklik bilan o'zini ifodalash, ya'ni Xitoy Xalq Cumhuriyatininki siyosiy maydonni ifodalashning o'zi Xitoyning vutiyan vufagoja, ya'ni osmonimi yo'q, qonunimi yo'q, axloqmi yo'q, axloqsiz, tarbiyasiz bir davlat ekanligini ko'rsatdi. Ya'ni bu yerdagi biz Xitoylarninki bu o'migidan bir hayotning kelish Amerika bilan o'tkazgan suhbatidan Wang Yi Xitoyning raisi Xi Jinpingga bo'lgan munosabatining jiroqligi, Yang Jiexianning Xi Jinpingga bo'lgan munosabatining yaqinligininki yuksakligini ko'rib olamiz. Yang Jiexian suhbatda asosli yani rol aluvchi, bütün savollarga javob bermoqchi bo'ldi. Diplomatiya qoidasi normal bo'yicha aytganda Wang Yi javob berish kerak. Chunki Xitoy Tashqi ishlar ministrligining ministri bo'lgan Wang Yi uzun muddat Yaponiyadagi Xitoyning buyuk elchiligida bosh elchilik vazifasini o'tagan, diplomatiyada pishqan Xitoy diplomatlar ishida bir xil pishqan, shundoqla salmog'iva deb qaraldigan diplomat. Ama bir yerde Wang Yi'ga söz qilish berilmay, Yang Jiexianning bütün savollarga javob berishning o'zi Xitoyningki ichki qismidagi huquq talashish ixtiloflarning borligini, ya'ni Xitoy Amerikaning ichida ilgirdan tortib qutblashib kelayotgan bu ziddiyatlarning avjiga chiqqanligini Amerikadagi Alaskada elib berilgan suhbat maydonida Xitoy, ya'ni Xi Jinping boshchiligidagi kompartiyaning ichki qismida
tarafbozlik, bir-biriga ishonmaslik, yana keskinligini ko'rib olaymiz deb qarayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi Erkinka, sizga qaytib kelsam, endi shu Alyaskadagi, ya'ni ko'rishga qaytsak, Vangi bu yerda qaqshab Amerikaga biz bu yerga kelishdan burun sizlar hech qanday bir diplomatik nazorat ko'rsatmadinglar. Chunki kelishdan 2 kun burun atam shu Blinken Yaponiyadagi vaqtida o'sha axborotga bayonot e'lon qildi 16-mart kuni kechdi. Shu Xitoyninki shu Hong Kong saylam qonuni tuzish kirgizishi sabablik Xitoy shu 14 Xitoy xalq qurultiyi doimiy komitening muavin raisini o'z ichiga 24 Xitoy amaldoriga Xitoy amaldarini jazolash tizimligiga kirgizib o'tib, andin ko'rishdi hamda. Oldi bilan bir ta'bir mumkin bo'lsa, bir jazoni berib o'tib, andin keyin Alyaskadagilar deb ko'rishdi hamda. Bu jazo berib ko'rishning bu suhbatning o'tkazilishi nimadan derak berdi sizga? Yani bir cidden hem de